yurak qon tomir sistemasi kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan gruppa preparatlar ichida foydalilik jihatdan dastlabki qatorlarda turadigan preparatlar, ya'ni beta blokatorlar haqida gaplashib chiqamiz. Demak, beta blokatorlar o'zi nima, qachon berishlik kerak, qachon bermaslik kerak, shu haqida qisqacha gaplashib chiqamiz. Demak, beta blokatorlarni bilamizki, a'zolarda, deyarli hamma a'zolarda beta retseptorlar bo'ladi. Mana shu beta retseptorlar o'sha a'zolarni ishlash tempini boshqarib turadi, ya'ni tezligini boshqarib turadi. Biz mana shu preparatlarni berish orqali o'sha a'zolar ishlash tempini kamaytirishimiz mumkin yoki normal holatga tushirishimiz mumkin. Misol uchun, yurakda oladigan bo'lsak, yurak tez urgan vaqtda shu preparatdan bersak, biz yurak urishini normal holatga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi navbatda beta blokatorlarning 3 ta gruppasi bor, 3 ta avlod gruppasi. Birinchi avlod gruppalari noselektiv ta'sirga ega, ya'ni beta 1, beta 2 retseptorlarini bloklash xususiyati bor. Bularga misol uchun timolol kiradi, propranolol, satalol kiradi. Ikkinchi avlod blokatorlariga bular selektiv, ya'ni beta 1 retseptorlarni qaysi a'zo va to'qimalarda beta 1 retseptori bo'lsa, o'sha retseptorlarni bloklash xususiyati bor. Bularga bisoprolol, metoprolol, atenolol, esmolol va asabitrolol kiradi. Uchinchi avlod blokatorlariga bular noselektiv ta'sirga ega, ya'ni beta 1, beta 2 va alfa 1 retseptorlarni bloklash xususiyati bor. Bularga labetalol kiradi va karvedilol kiradi. Bularning xususiyatiga labetalol gipertonik krizlarda, misol uchun a'zo va to'qimalarda shikastlanishi bilan kechgan gipertonik krizlarda bersak yaxshi foyda beradi. Keyingisi homiladorlik vaqtida berish ham mumkin labetaloldir. Karvedilol, bu karvedilolda antioksidant ta'siri bor va ateroskleroz, qon tomirlaridagi aterosklerozni kamaytirish xususiyati ham bor. Xo'p, keyingisi endi qachon beta blokatorlar berishimiz bo'ldi. Beta blokatorlar mavzusining davomi. Bunda biz demak beta blokatorlarni qaysi holatda, qaysi kasalliklarda berishimiz kerak, shu haqida gaplashib chiqamiz. Demak, birinchisi koronar arteriya kasalliklarida, ya'ni bemor miokard infarkti o'tkazgan bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam stabil stenokardiyalarda ham bersak bo'ladi. Miokard infarktida yurak muskullarini har xil anevrizmalar hosil bo'lishligini oldini olish maqsadida bo'lsa, stabil stenokardiyada beta blokatorlarda anti-ishemik ta'siri bor, ya'ni kislorodga bo'lgan ehtiyojini kamaytirish orqali yurakdagi og'riqlarni kamaytirib beradi. Keyingisi bo'lmacha fibrillatsiyalari va bo'lmacha triptaniyalarida ham biz yurak urishlar sonini kamaytirish maqsadida bersak bo'ladi, ya'ni AV tugunni bloklash orqali. Keyingisi yurak yetishmovchiligida albatta beramiz, qachonki bemor dekompensatsiya bosqichida bo'lmasa bo'ldi. Dekompensatsiya bosqichida mumkin emas. Keyingisi paroksimal supraventrikulyar taxikardiyalarda ham profilaktika maqsadida, ya'ni biz xuruj holatini bostirdik, mana shu xuruj holati yana qayta bo'lishini oldini olish maqsadida ham biz beta blokatorlar beramiz. Keyingisi qon bosimi kasalliklarida ham asosiy dorisiga qo'shimcha ravishda beta blokatorlarni ham qo'shib bersak bo'ladi. Bularda ham oz-moz qon bosimini pasaytirish effekti bor. Keyingisi aortal disseksiyasi yoki aortal anevrizmalarda ham berishimiz mumkin. Ya'ni aorta qon tomirida anevrizma hosil bo'lib qolgan vaqtda ana shu qon tomirni yorilib ketishligini va qon ketishini oldini olish maqsadida beta blokatorlar beramiz. Keyingisi bemorlar, misol stressli bemorlar bor. Misol simpatik nerv sistemasi aktivlanib ketgan, ya'ni tashvishli bemorlar bor. O'sha holatda ham biz bu holatda, ya'ni ko'krak qafasida qisishlar bo'ladi, teri bosishlar yoki yurak urib ketishlar bo'lgan vaqtda ham, ya'ni bu aniq nerv sistemasiga bog'liq holatda bo'lganini bilgan holatda biz beta blokatorlar berishimiz mumkin. Ayniqsa propranolol yaxshi effekt beradi. Keyingisi migrenoz bosh og'riqlarida, ya'ni bosh miyaga qon oqimini yaxshilash maqsadida ham beta blokatorlar bersak bo'ladi. Keyingisi tiroid, ya'ni qalqonsimon bez funksiyasi ortib ketgan vaqtda ham, ya'ni T3, T4 gormonlar ortib ketadi va beta 1, alfa 1 retseptorlarini aktivlaydi. Shu holatda ham yurak urishlari ortib ketadi yoki teri bosishlar bo'lishligi mumkin. Shunda ham beta blokatorlar simptomni yengillatish maqsadida beta blokatorlar beramiz. Ayniqsa bu uchalasida propranolol yaxshi effekt beradi. Keyingisi oftalmologiyada glaukomani yaxshilash maqsadida ko'z ichki bosimini timolol ko'proq qo'llaniladi.
Rahmat.